Anvar? Assalomu alaykum. Baraqa. Rahmat ustoz. Xo'p. Buncha qolib ketding? Imtihonga tayyorlandim. Shu shaharga o'qishga ketishing shartmi? Konservatoriyaga o'qishga kirishim kerak. Seni sog'insam nima qilaman? Telefon bor-ku. Qishloqqa ham kelib turaman. Ketdikmi? Ketdik. To'ylar muborak ko'rgani keldim. Ko'nglimni yerga urgani keldim. Ko'rar ko'zimdan nurimni olding. Senga to'yona bo'lgani keldim. To'ylar muborak ko'rgani keldim. Ko'nglimni yerga urgani keldim. Can birleten hiç ayrı bo'larmi? Parvona sensiz paydo bo'larmi? Daryoda oqsam, ketsam ketayman. Tohirsiz Zuhro bo'larmi? Aka! Ha, Ra'no opam televizorda chiqyaptilar. Ra'no? Sen bola bu qizni unut. Men san'atkor qizni hech qachon kelin qilmayman. Dadasi unaqa demang. Ra'no Jim yaxshi o'tir. qiz. To'ylar muborak ko'rgani keldim. Bir pas yoningda turgani keldim. Aytsang ketardim ishqing qo'lida. Aybimni bilmay bilgani keldim. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ra'no shahardan kelganini eshitdim. To'yga aytgani keldim. Bugun Anvarning to'yi. Xabaring bordir? Endi ular qizing bilan do'st bo'lishgan. Anvarni xabari yo'q. Surpriz qilmoqchi edik. Qizim xizmatga chiqmaydi. Uni ozgina mazasi yo'q. To'g'ri tushunasizlar. Dada, men yaxshiman, xavotir olmang. To'yga boraman. To'ylar muborak bo'lsin. Mayli. Sen ham bor, kelin bilan, xo'pmi? Kutamiz. Sen o'z g'ururingdan kechib to'yga borasanmi? Xavotir olmang dada. Sizning g'ururingiz, yelkamdaligi esimda. Sizning qizingiz qanchalik boshini baland ko'tarishini ko'rib qo'yishsin. Sevdim de kaldım
Yamanni soldim Xudoga. To'ylar muborak ko'rgani keldim. Ko'nglimni yerga urgani keldim. Ko'rar ko'zimdan nurimni oldi. Senga to'yona bo'lgani keldim. To'ylar muborak ko'rgani keldim. Bir pas yoningda turgani keldim. Aytsang ketardim ishqing qo'lida. Aybimni bilmay bilgani keldim.